COVID-19 kabi yangi kasalliklar paydo bo'lganda, butun dunyo olimlari jamiyatlarimizni sog'lom saqlash va epidemiyalarning oldini olish yoki to'xtatish maqsadida xavfsiz va samarali vaksinalarni ishlab chiqish ustida ishlaydi. Keling, vaksinalar qanday ishlab chiqarilishini va ulardan foydalanishdan oldin qancha sinovdan o'tish kerakligini ko'rib chiqaylik. Olimlar ma'lum bir kasallikka qarshi yangi vaksina ishlab chiqmoqchi bo'lganlarida, avval uni keltirib chiqaradigan virus yoki bakteriyalarni diqqat bilan o'rganishlari va ularni tanaga qanday ta'sir qilishini tushunishlari kerak. Bu ularga samarali vaksinani yaratish uchun nima kerakligini tushunishga yordam beradi. Vaksina ishlab chiqarilgach, olimlar immunitetimiz vaksinaga qanday javob berishini ko'rish uchun bir necha sinovlarni o'tkazishlari kerak. Bu immunitet tizimini kasallik bilan kurashishga majbur qiladimi? Bu xavfsizmi? Bu qandaydir yon ta'sirlarga olib keladimi? Birinchi sinovlar asosan laboratoriyada, sichqonlar kabi hayvonlarda o'tkaziladi. Muvaffaqiyatli bo'lsa, olimlar vaksinani odamlarga emlash sinovlari deb ataladigan 3 bosqichda sinovdan o'tkazishni boshlaydilar. Ushbu sinovlarning barcha ishtirokchilari ko'ngillilardir. Olimlar ularni emlashdan oldin, emlash paytida va undan keyin qanday harakat qilishlarini diqqat bilan kuzatadilar. Shifokorlar shuningdek ularni muntazam tekshirib turishadi va vaksinaning xavfsizligi hamda odamlarda ishlashiga ishonch hosil qilish uchun o'zlarini qanday his qilishlarini so'rashadi. Birinchi bosqichda vaksina oz sonli sog'lom odamlarga uning xavfsizligini tekshirish va tanani ushbu virusdan himoya qilishga immunitet tizimining reaksiyasini boshlash uchun qancha vaksina kerakligini aniqlashga yuboriladi. Ikkinchi bosqichda vaksina turli yoshdagi odamlarga qanday ta'sir qilishini va har bir odamni himoya qilish uchun qancha emlash kerakligini tekshirish uchun bir necha yuz kishiga yuboriladi. Uchinchi bosqichda vaksinaning kasallikdan qanchalik yaxshi himoya qilishini tekshirish maqsadida u minglab odamlarga yuboriladi. Ko'ngillilar tasodifiy ravishda 2 guruhga bo'linadi. Bir guruh yangi vaksinani oladi. Boshqa guruh platsebo oladi. Bu sho'r suvdan iborat soxta vaksina yoki boshqa kasallikdan himoya qiluvchi vaksina. Ushbu 2 guruh odamlarni taqqoslab, olimlar yangi vaksinaning qanchalik yaxshi ishlashini yaxshiroq tushunishlari mumkin. Keyin vaksina sinovlari natijalari bir guruh mutaxassislar tomonidan o'rganiladi va ko'rib chiqiladi. Vaksina barcha kerakli testlardan o'tib, xavfsiz va samarali bo'lgandan so'ng, vaksina kompaniyasi ko'proq vaksina ishlab chiqarishni boshlashi mumkin. Endi vaksinalar turli mamlakatlarga yetkazib berilishga tayyor. O'sha paytdan boshlab sog'liqni saqlash va kasalliklarni nazorat qilish bo'yicha mutaxassislar har qanday nojo'ya ta'sirlarni kuzatib, vaksina xavfsizligini kuzatishda davom etishdi. Dunyo olimlari bizni yanada yaxshiroq himoya qilish uchun ko'proq kasalliklarga qarshi vaksinalarni ishlab chiqishning yangi usullarini topishda davom etmoqdalar.